Hozirda ham noto'g'ri tushunmasin. Men vaziyatni to'g'riligini yonini oldim. Men bugun elchi bo'lib keldim-da. Ijtimoiy tarmoqlarda bitta mavzu juda ham muhokamalarga sabab bo'lyapti, ya'ni Ozoda Nursaidova haqida bildirgan ijobiy fikringiz. Men kecha Ozoda Nursaidova bilan bitta suhbat qilib qoldik, endi intervyu bo'ldi va iltimos qildilar rahmatlarini yetkazishimni. Atrofimdagi san'atkorlardan kutuvdim bunaqa fikr bildirishini, lekin Yulduz opa shunaqa fikr bildirdilar. Men juda ham ta'sirlandim. Rahmat yetkazib qo'ysang degandilar. Men elchi bo'lib bugun yetkazyapman. Arzimaydi. Lekin bu yerda bitta narsani to'g'rilab ketay. Hozirda ham noto'g'ri tushunmasin. Bu yerda uni yonini olish, buni yonini olish emas, vaziyat bor-ku. Men vaziyatni to'g'riligini yonini oldim. Vaziyatda ana на самом деле не виновата была. Не потому что она. Tushuntira oldimmi? Uni aloqasi yo'q. Vaziyat to'g'risini aytdim. Bunaqalarni to'g'rilamasangiz, ana churvaqalar ertaga tirnog'ini o'yib olib ham kelaveradi-da. O'shaning uchun vaziyatni yonini olingan holda aytdim. Situatsiya такая была. O situatsiya fikr bildirdim. Vaziyat haqida fikr bildirdim men. Siz Yulduz Usmonovadan kutuvmidingiz shunaqa fikr bildirishlarini? To'g'risi men kutmagandim. Avvalambor Yulduz opaga rahmat qo'llagani uchun. Asli bu holat bilasizmi? San'atkorlar mana shunaqa holatda san'atkorlar solidarniy bo'lish kerak. Chunki har biri bilan shunaqa bo'lishi mumkin. Ya'ni men jamoa, masalan, klip mekerlarning jamoasi, o'sha klip oladigan jamoaga men daxlim yo'q-da. Men pulimni beraman, klipimni olib ketaman. U ularning muammosi. Meni daxlim yo'q. Har bir san'atkor shu holatga tushishi mumkin, lekin birortasi chiqib fikr aytmadi. Bo'ldi, bir ikkita aktyorlar. Ishonasiz, men shunaqa shokda bo'lgan holat bo'ldi. Men hurmat qiladigan ba'zi san'atkorlar, san'atkor desam to'g'ri bo'ladi. Meni orqamdan PR qilmoqchi bo'ldi. Meni yerga urib, o'ziga yarki PR qilmoqchi bo'ldi. Men shokda bo'ldim. Tushunasizmi? Lekin men hurmat qilgan, yaxshi ko'rgan insonlar, yaxshi ko'rgan san'atkor. Men shok bo'ldim masalan. Kutmagan insoningiz, lekin ijobiy fikr bildirdi. Kutmagan insonim meni qo'lladi, avvalambor kattakon rahmat. Chunki juda ham to'g'ri fikr. Aslida bu narsani shantaj, mana shu internetda bo'layotgan shantajlar uchun qonuniy chora ko'rish shart. Va bundan keyin har kim bo'lishidan qat'iy nazar не ставь свои амбиции выше общественного-dir. Shaxsiy adovatingni hech qachon jamiyatnikidan ustun qo'yma. To'g'rini to'g'ri, bordi bor, yo'qni yo'q qilish kerak deydi. Shu sog' bo'linglar. Rahmat, Yulduz opa. Bo'ldi.